Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 70 yoshdan oshgan, 75 yoshdan oshgan va daxmiy yoshdan oshgan pensionerlar uchun qo'shimcha to'lovlar masalasi. Bu mavzu har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har birimizning uyimizda ota-onamiz, buyimiz, bobomiz yoki yaqin qarindoshimiz pensiya yoshida. Ko'pchilik 70 yoshga kirsam pensiyam oshadimi? 75 yoshdan keyin alohida ustama bormi? Taksim yoshga to'lganda avtomatik qo'shimcha pul beriladimi degan savollar bilan yuradi. Eng xavflisi shuki, ayrim odamlar o'ziga tegishli pulni bilmay qoladi. Ayrimlar esa aksincha noto'g'ri ma'lumotga ishonib, keraksiz idoralarga qatnaydi. Shuning uchun bugungi ma'lumotni oxirigacha eshiting. Men bu masalani oddiy tilda amaliy misollar bilan tushuntiraman. Kimga qo'shimcha to'lov tegadi, kimga tegmasligi mumkin. Qaysi holatda ariza yozish kerak? Qaysi holatda to'lov avtomatik bo'lishi mumkin? Qayerga murojaat qilish kerak? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu ma'lumot sizga ham, yaqinlaringizga ham real pul va real huquq masalasida yordam berishi mumkin. Avvalo eng muhim narsani aytaman. 70 va 40 yoshdagi qo'shimcha to'lovlar masalasida odamlar orasida juda ko'p chalkashlik bor. Kimdir 2 yoshga kirgan, hammaning pensiyasi oshadi dedi. Yana kimdir 75 yoshdan keyin alohida pul beriladi dedi. Boshqalar esa taqasimiy yoshga to'lish bilan pensiya 2 barobar bo'ladi deb o'ylaydi. Amalda esa bunday masalalarda hamma narsa aniq hujjatga, pensiya turiga, shaxsning maqomiga, nogironligi bor yo'qligiga, yolg'iz yashashiga, parvarishga muhtojligiga va ayrim hollarda mahalliy ijtimoiy yordam dasturlariga bog'liq bo'ladi. Oldin bunday ma'lumotlarni olish ancha qiyin edi. Odamlar pensiya jamg'armasi bo'limiga borardi, navbatda turardi. Bir xodim boshqacha, ikkinchisi boshqacha tushuntirardi. Ba'zan pensionerning o'zi yoshi katta bo'lgani uchun bora olmasdi, farzandlari esa vaqt topa olmasdi. Natijada ayrim to'lovlar vaqtida rasmiylashtirilmay qolardi. Hozir esa ko'p jarayonlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Lekin bu ham hamma narsa avtomatik bo'ladi degani emas. Ba'zi to'lovlar uchun ma'lumot bazada bo'lsa yetarli, ba'zilari uchun albatta ariza, hujjat yoki tasdiqlovchi ma'lumot kerak bo'ladi. Eng asosiy o'zgarish shundaki, davlat ijtimoiy himoya tizimini bosqichma-bosqich aniqroq va manzilli qilishga harakat qilmoqda. Ya'ni pul hammaga bir xil tarqatilmaydi. Balki ko'proq ehtiyoji bor qatlamlarga, parvarishga muhtojlarga, yolg'iz keksalarga, nogironligi bo'lganlarga, daromadi past oilalarga yo'naltiriladi. Shuning uchun men har doim shuni maslahat beraman. Faqat yoshning o'ziga qarab xulosa qilmang. Men 75 yoshdaman, demak menga albatta qo'shimcha pul bor. Yoki onam naqamiz yoshga kirdi. Endi pensiyasi avtomatik juda ko'payadi deb o'ylash to'g'ri emas. Avval aniq maqomni tekshirish kerak. Birinchi masala. 70 yoshdan oshgan pensionerlar. 70 yosh katta yosh hisoblanadi, lekin ko'p hollarda faqat 70 yoshga to'lishning o'zi respublika miqyosida hammaga bir xil qo'shimcha pensiya ustamasi beriladi degani emas. Ya'ni odam 70 yoshga to'ldi. Ertasi oydan pensiyasi albatta oshadi degan umumiy qoida har doim ham mavjud bo'lmasligi mumkin. Lekin 70 yoshdan keyin ayrim ijtimoiy yordamlar, mahalla orqali ko'rsatiladigan yordamlar, sanatoriy yo'llanmalari, dori-darmon bilan ta'minlash, yolg'iz keksalarni parvarishlash kabi yo'nalishlarda imkoniyatlar paydo bo'lishi mumkin. Masalan, bir pensioner 70 yoshda oilasi bilan yashaydi, oylik pensiyasini oladi. Sog'lig'i nisbatan yaxshi, parvarishga muhtoj emas. Bunday odam uchun faqat yoshi 7 dan bo'lgani sababli har oy alohida ustama berilmasligi mumkin. Lekin boshqa bir pensioner ham 70 yoshda turmush o'rtog'i vafot etgan. Farzandlari boshqa viloyatda, o'zi yolg'iz yashaydi, doimiy dori ichadi, kommunal to'lovlarni to'lashga qiynaladi. Mana shu holatda mahalla, inson ijtimoiy xizmatlar markazi yoki tegishli ijtimoiy himoya organlari orqali yordam masalasi ko'tarish mumkin. Bu yordam pensiyaga ustama shaklida bo'lishi ham, bir martalik moddiy yordam bo'lishi ham, oziq-ovqat, dori-darmon yoki parvarish xizmati shaklida bo'lishi ham mumkin. Ikkinchi masala. 70 yoshdan oshganlar. 70 yosh ham amaliyotda ko'pincha e'tiborli chegara sifatida qaraladi. Chunki bu yoshda odamning sog'lig'i, harakatlanishi, hujjatlarni o'zi yuritishi, bank kartasidan foydalanishi qiyinlashishi mumkin. Lekin yana takrorlayman, 75 yoshning o'zi ham har doim avtomatik pul qo'shiladi degani emas. Bu yerda odamning ijtimoiy holati muhim. Agar pensioner 75 yoshda bo'lsa, nogironligi bo'lsa, yolg'iz yashasa,
tibbiy xulosaga ko'ra parvarishga muhtoj bo'lsa, daromadi yetarli bo'lmasa, bular alohida ko'rib chiqiladigan asoslar bo'lishi mumkin. Keling, oddiy raqamli misol qilaman. Deylik, otaxon 75 yoshda va 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. U qizi va kuyovi bilan yashaydi. Uy-joyi bor, kommunal to'lovlar oila tomonidan to'lanadi. Bunday holatda qo'shimcha to'lov masalasi faqat yoshga qarab emas, balki boshqa imtiyozlar bor yo'qligiga qarab belgilanadi. Endi ikkinchi holat. Onaxon 76 yoshda 9 ming so'm pensiya oladi. Yolg'iz yashaydi, qon bosimi. Yurak kasalligi bor. Har oy dori-darmonga katta xarajat qiladi. Mana shu holatda farzandlari yoki qo'shnilari onamizga hech narsa berilmaydi deb o'tirmasdan mahallaga ijtimoiy xizmat markaziga, pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, mavjud yordam turlarini tekshirtirish kerak. Chunki ko'p yordamlar odam o'zi kelib so'rmaguncha ko'rinmay qoladi. Uchinchi masala, taqazin yoshdan oshganlar. Bu eng ko'p savol tug'diradigan yosh. Odamlar ko'pincha tekkinchi yoshga kirsam, pensiyamga ustama qo'shiladimi deb so'raydi. Tekkinchi yoshdan keyin ayrim tizimlarda qo'shimcha ustama, parvarish bilan bog'liq to'lovlar, yolg'iz pensionerlar uchun yordam, nogironlik yoki o'zgalar parvarishiga muhtojlik asosida qo'shimcha mablag'lar bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda ham asosiy so'z hujjat va maqom. Agar odam tekmin yoshda bo'lsa-yu, unga hech qanday qo'shimcha belgilanmagan bo'lsa, darhol davlat bermayapti deb xafa bo'lishdan oldin pensiya hujjatlarini tekshirish kerak. Balki tizimda yoshi aks etgan, lekin parvarishga muhtojlik xulosasi yo'q. Balki yolg'iz yashashi tasdiqlanmagan. Balki nogironlik guruhi qayta ko'rikdan o'tmagan. Balki bank yoki yashash manzili ma'lumotlarida muammo bor. Misol uchun, otaqim yoshli boboning pensiyasi 1 million 500 ming so'm. U o'g'li bilan yashaydi, o'g'li ishlaydi. Boboning hujjatlari joyida. Agar qonunchilikda aynan uning holati bo'yicha alohida ustama nazarda tutilmagan bo'lsa, faqat taqudin yosh sababli katta qo'shimcha chiqmasligi mumkin. Lekin boshqa taqudin yoshli bu yolg'iz yashaydi. Yurishga qiynaladi. Poliklinikada ro'yxatda turadi. Tibbiy ko'rikda doimiy parvarishga muhtoj deb topilgan. Bunday holatda parvarish, ijtimoiy xizmat, uyga kelib xizmat ko'rsatish, ayrim kompensatsiyalar yoki yordam turlari masalasi ko'rib chiqilishi kerak. Men tomoshabinlarga shunday mezon beraman. Agar sizning yaqinlaringiz 75 yoki tegim yoshdan oshgan bo'lsa va ular faqat pensiya olib, boshqa hech qanday yordam olmayotgan bo'lsa, bir marta albatta tekshirib ko'ring. Ayniqsa, quyidagi holatlar bo'lsa befarq bo'lmang. Pensioner yolg'iz yashasa, nogironligi bo'lsa, yotib qolgan bo'lsa, doimiy parvarishga muhtoj bo'lsa, pensiyasi dori-darmonga yetmayotgan bo'lsa, farzandlari moddiy yordam bera olmasa, uy-joy sharoiti og'ir bo'lsa, hujjatlar eski bo'lsa yoki pensiya miqdori yillar davomida o'zgarmagan bo'lsa. Kimlar kamroq xavotir olsa bo'ladi. Agar pensionerning pensiyasi muntazam indeksatsiya qilinayotgan bo'lsa, bank kartasiga to'lov vaqtida tushayotgan bo'lsa, nogironlik ustama imtiyozlar allaqachon rasmiylashtirilgan bo'lsa, yashash manzili va pasport ma'lumotlari yangilangan bo'lsa, parvarish masalasi yo'q bo'lsa, har oy idora yugurish shart emas. Lekin baribir yiliga kamida bir marta tekshiruv foydali. Chunki qonunchilik minimal miqdorlar. Bazaviy hisoblash miqdori, yordam dasturlari o'zgarib turadi. Birinchi nozik masala avtomatik degan so'zga ehtiyot bo'ling. Ayrim yoshga oid ma'lumotlar elektron bazada bor. Pensionerning tug'ilgan sanasi tizimda ko'rinadi. Lekin bu hamma qo'shimcha to'lovlar avtomatik tushadi degani emas. Masalan, yosh tizimda ko'rinadi, lekin yolg'iz yashash mahalla tomon tasdiqlanmagan bo'lishi mumkin. Yoki parvarishga muhtojligi tibbiy xulosa bilan rasmiylashtirilmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun kompyuter o'zi biladi deb kutib o'tirmaslik kerak. Ikkinchi nozik masala pensiya va ijtimoiy yordamni aralashtirib yubormang. Pensiya bu odamning mehnat staji, ish haqi pensiya turi va qonunchilik asosida belgilanadigan doimiy to'lov. Ijtimoiy yordam esa ehtiyojmandlik, oilaviy holat, sog'lik, yolg'izlik, parvarishga muhtojlik kabi omillarga qarab berilishi mumkin. Ba'zan odam menga pensiyaga qo'shimcha bermadi deydi. Aslida unga pensiya ustamasi emas. Mahalla yoki ijtimoiy himoya orqali moddiy yordam rasmiylashtirilishi kerak bo'ladi. Uchinchi nozik masala doimiy yashash manzili. Ko'p keksalar amalda bir farzandinikida yashaydi, ro'yxatda esa boshqa manzilda turadi. Bunday holatda hujjatlar tekshirilganda muammo chiqishi mumkin. Masalan, bu ro'yxatda eski uyda, amalda qizining uyida yashaydi. Yolg'iz yashovchi sifatida yordam so'ralsa,
tizimda u ro'yxat bo'yicha boshqa odamlar bilan yoki boshqa manzilda ko'rinishi mumkin. Shuning uchun real yashash holati va hujjatdagi manzil imkon qadar mos bo'lishi kerak. 4-nozik masala bank kartasi va ishonchnoma. 75 bitaytimi yoshdan oshgan odamlar ko'pincha bankka borishga qiynaladi. Farzandi pensiyani olib keladi. Bu holatda hammasi qonuniy bo'lishi uchun ishonchnoma, bank tartibi, karta xavfsizligi to'g'ri yuritilishi kerak. Aks holda pensionerning puli boshqa odam tomonidan noto'g'ri ishlatilishi yoki keyin oilaviy nizolar chiqishi mumkin. Men ko'p ko'rganman. Keksa odam pensiyasini farzandiga ishonib beradi. Keyin dori-darmonga pul qolmaydi. Shuning uchun pensiya egasining roziligi, ehtiyoji va huquqi birinchi o'rinda turishi kerak. 5-nozik masala, nogironlik va parvarish. Tayyorgarlik yoshga kirgan odamning sog'lig'i yomon bo'lishi mumkin. Lekin bu avtomatik ravishda nogironlik guruhi bor degani emas. Nogironlik alohida tibbiy ijtimoiy ekspertiza yoki tegishli tartib asosida belgilanadi. Parvarishga muhtojlik ham hujjat bilan tasdiqlanadi. Agar keksangiz yurishga qiynalsa, o'z-o'zi ovqat qila olmasa, dori ichishni unutsa, ko'chaga chiqa olmasa, shunchaki uyda achinib o'tirish emas, poliklinika va ijtimoiy xizmat organlariga murojaat qilish kerak. Chunki hujjat bo'lmasa, ko'p yordamlar ochilmaydi. 6-nozik masala to'lov miqdori. Odamlar ko'pincha aniq raqam so'raydi. 70 yoshga qancha qo'shiladi? 75 yoshga qancha? 90 yoshga qancha? Men bunday savolga mas'uliyat bilan javob beraman. Raqamlar vaqtga, qonunchilikka, bazaviy miqdorlarga, pensiya turiga va shaxsiy maqomga bog'liq. Bugun bir miqdor bo'lishi mumkin. Keyingi indeksatsiyada yoki yangi qarorda o'zgarishi mumkin. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l o'zingizning pensiya ishingiz bo'yicha rasmiy hisob-kitobni so'rash. Qo'shnimga shuncha qo'shilibdi, menga ham shuncha bo'lishi kerak degan yondashuv noto'g'ri. Qo'shningizning staji, imtiyozi, nogironligi, urush o'rta mehnati, yolg'izlik holati yoki boshqa maqomi siznikidan farq qilishi mumkin. 7-nozik masala. O'tgan oylar uchun pul. Agar odamga qo'shimcha to'lov kech rasmiylashtirilgan bo'lsa, ham vaqt ham bir necha yil orqaga pul to'lab beriladi deb o'ylamang. Qaysi sanadan to'lanishi ariza topshirilgan sana, huquq paydo bo'lgan sana. Hujjat tasdiqlangan sana va qonunchilikdagi muddatlarga bog'liq. Shuning uchun kechirmaslar juda muhim. Tekbin yoshga to'lgan yaqinlaringiz bo'lsa, tug'ilgan kundan keyin 1-2 oy kutib yurmasdan darhol tekshirib qo'ying. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Agar sizning onangiz, otangiz, bo'yingiz yoki bobongiz 70-75 yoki 70 yoshdan oshgan bo'lsa, quyidagi tartibda harakat qiling. Birinchi qadam, mavjud pensiya hujjatlarini yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya daftarchasi yoki pensiya guvohnomasi, bank kartasi ma'lumotlari, nogironlik bo'lsa, nogironlik to'g'risidagi hujjat, tibbiy xulosalar, yashash manzili bo'yicha ma'lumot. Yolg'iz yashash holati bo'lsa, mahalla tasdiqlashi kerak bo'ladigan ma'lumotlarni tayyorlang. Hujjatlarni bitta papaga solib qo'ying. Keksa odamning hujjatlari tarqoq bo'lsa, idorada ham, bankda ham, shifoxonada ham qiyinchilik bo'ladi. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Borib shunday savol bering. Falonchi fuqaro 75 yoki 70 yoshdan oshgan. Uning pensiya ishida yoshga. Nogironlikka, parvarishga muhtojlikka yoki boshqa imtiyozga oid qo'shimcha to'lovlar tekshirib berilsin. Hozirgi pensiya miqdori qanday hisoblangan? Ustamalar bor yo'qligi yozma yoki og'zaki tushuntirilsin. Eng yaxshisi savolni aniq bering. Pul qo'shiladimi deb umumiy so'rasangiz, umumiy javob olasiz. Qaysi ustamalar qo'llangan, qaysilar qo'llanmagan deb so'rasangiz, aniqroq javob olasiz. 3-qadam. Mahallaga yoki inson ijtimoiy xizmatlar markaziga murojaat qiling. Ayniqsa, pensioner yolg'iz yashasa, uyda parvarishga muhtoj bo'lsa, oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lovlar masalasida qiynalsa, bu juda muhim. Arizada pensionerning holatini oddiy va aniq yozing. Yoshi nechada, kim bilan yashaydi, pensiyasi qancha, qanday kasalliklari bor, qanday yordam kerak. Yordam bering deb umumiy yozmang. Masalan, uyda ijtimoiy xizmat ko'rsatish masalasi ko'rib chiqilsin. Moddiy yordam ajratish masalasi ko'rib chiqilsin. Parvarishga muhtojlik holatini baholash so'raladi deb yozish ancha samarali. 4-qadam. Poliklinika orqali tibbiy holatni rasmiylashtiring. Agar keksangiz haqiqatan ham o'zgalar parvarishga muhtoj bo'lsa, shifokor ko'rigidan o'tkazing, tibbiy kartasini tartibga keltiring. Zarur bo'lsa tegishli komissiya yoki tibbiy ijtimoiy ekspertizaga yo'llanma masalasini ko'taring. Ko'p oylarda xato shuki, keksa odam yillar davomida kasal bo'ladi.
lekin hujjatda sog'lig'i bo'yicha hech narsa rasmiy aks etmaydi. Keyin yordam so'raganda tasdiqlovchi hujjat bormi degan savol tug'iladi. 5-qadam yozma javob olishga harakat qiling. Agar sizga hech narsa tegmaydi deyishsa, xafa bo'lib qaytib ketmang. Hurmat bilan so'rang. Qaysi asosga ko'ra tegmaydi? Qaysi hujjatlar yetishmayapti? Agar hujjat topshirsak, qayta ko'rib chiqiladimi? Zarur bo'lsa, ariza qoldiring va javobni yozma shaklda oling. Yozma javob keyingi murojaatlar uchun asos bo'ladi. 6-qadam. Har yili kamida bir marta qayta tekshiring. Pensiya miqdori indeksatsiya qilinganmi? Ustama qo'shilganmi? Nogironlik muddati tugamaganmi? Bank kartasi ishlayaptimi? Yashash manzili to'g'rimi? Yordam dasturlarida ro'yxatga olinganmi? Bularning barchasini nazorat qiling. Ayniqsa, bakımli yoshdan oshgan odamni o'zi biladi deb tashlab qo'ymang. Bu yoshda hujjat yuritish juda qiyin bo'ladi. Xulosa qilib aytaman. 25 puli va saqtamada yoshdagi qo'shimcha to'lovlar masalasida eng katta xato mish-mishlarga ishonish. Har bir pensionerning holati alohida tekshiriladi. Faqat yoshning o'zi ba'zi hollarda yetarli bo'lmasligi mumkin, lekin yosh yolg'izlik, nogironlik, parvarishga muhtojlik, kam daromad va boshqa omillar birga kelganda qo'shimcha yordam olish imkoniyati paydo bo'ladi. Shuning uchun hujjatlarni tekshiring, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Mahalla va ijtimoiy xizmat markazidan maslahat oling, tibbiy xulosalarni rasmiylashtiring va yozma javob talab qilishdan uyalmang. Agar sizning oilangizda 7075 yoki 8000 yoshdan oshgan pensioner bo'lsa, bugun uning hujjatlarini bir ko'zdan kechiring. Balki aynan shu tekshiruv orqali u kishi o'ziga tegishli yordamni olishni boshlaydi. Kommentariyada yozing. Sizning hududingizda 85 yoki takasini bilasiz pensionerlarga qanday yordamlar berilyapti? Siz qanday muammoga duch kelgansiz? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onasi yoki bu bobosi bor yaqinlaringizga yuboring. Bitta ulashilgan video kimningdir haqini olishiga sabab bo'lishi mumkin.